Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz kuzatuvchilar va qiyomatda jannat umidida bo'lgan yaxshi odamlar. Bizni kuzatib borishni to'xtamang. Yana bir ehsonga muhtoj oilaga, ya'ni 1997-yilda tug'ilgan Shahrisabz tumani Do'xchi qishlog'ida yashovchi Sardorjon Ergashev To'raka o'g'lida xonadoniga biz bugun yana tashrif buyurdik. 3 nafar farzandi bor. Hozirgi vaqtda umurtqa qon tomir yorilish va operatsiya zudlik bilan ushbu xonadonga biz keldik. Hurmatli aziz vatandoshlar, aziz bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar, bu videoga chiqishda o'zi bir orli insonga qiyin, lekin iloji yo'q. Jondan o'tgandan keyin siz aziz insonlarni, yaxshilarni ko'magingizga muhtoj. Sardorbek ukamiz hali endigina 30 ga ham to'lgani yo'q. 1997-yilda tug'ilgan 3 nafar farzandi bor. Shahrisabz tumani Do'xchi qishlog'ida, Do'xchi MFida Ergashev To'raka, Xudo rahmatli To'rakani xonadonida eng kichkina o'g'illari hozirgi vaqtda mana holatini ko'ryapmiz Sardorbekni. Sardorbek o'zi doktorlar nima deyapti? Doktorlar operatsiya deyapti. Operatsiyasiga 80 million deyapti. Tekshiruvga 35-40 millionga yaqin pul aytyapti. Tekshiruvga alohida deyapti. Toshkent Respublikasi. Hozirgi sostoyani qanaqa? Yurib chiqishga. Hozir oyoqlarim ishlamaydi. Yurishga qiynalaman, turishga ham qiynalaman. Lekin kimdir ko'mak bersa yura olasizmi? Ko'mak bersa sal-sal yuraman. Sal-sal yurasiz. Nima qanday? Peshoblar qiynalaman. Qiynalyapti. Endi faqat operatsiya qildirmasanglar, toza ham yura olmay, beldan pasti ishlamay qoladi deb aytdimi? Aytdi, qo'llaring, oyoqlaring ishlamaganda qo'ling ham ishlamay qoladi. Yotib qolasan to'shakka muxlanib dedi. O'shaning uchun sizlardan yordam so'raymiz biz. Akalar, ukalar, aziz vatandoshlar, musofirga yurgan akalar, opalar, iltimos sizlardan yordam qilingizlar. Hurmatli Do'xchi ahli, aziz fuqarolar, bilaman bu mahallada tadbirkorlar, biznesmenlar, bir so'z bilan aytganda boylar juda ko'p, yaxshi insonlar juda ko'p. Lekin bu bolani tanimaganlar ham ko'p bu qishloqda. Lekin iltimos, yillik qani 95, 96, 90-yildan 2000-yilgacha yigitlar, boshqa yigitlarimiz ham bir boyda bir kambag'alning haqqi bor. Ozmi ko'pmi? Balki shu qishloqdan ortmas bu 120 million hech nima emas. Biz bilan sizga ko'p eshitilishi mumkin, lekin ko'pdan quyon qochib qutulmaydi. Hurmatli do'xchiliklar, aziz fuqarolar, Sardorbekni biz nasib bo'lsa olib qolamiz, lekin sizning ko'magingiz bilan. Oilaviy sharoiti juda og'ir, 3 ta farzandi bor, onasini qaramoqda. Xolamiz ham hozirgi vaqtda 76-80 ga yaqinlashib qolgan. Yerga o'zi shunday ham bir o'g'il, bir qizlarni turmush o'rtoqlarini bergan. Endi bu kichkina bolasini berishga onamiz ham va siz bilan biz ham endi qo'ymaymiz. Xudo xolasa, avvalo Xudo bu yigitni davolanib ketib, sog'ayib ketishga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Iltimos, ehsonning mukofoti ehsondir. Yaxshilar Sardorbekni uzatgan qo'llarini qurib qaytarmang. Hurmatli ehson qilguvchi yaxshi insonlar. Sardorbek ukamiz 1,5 yil mobaynida mana shu fundamentni qilib, uy qilaman, joy qilaman deb og'rigan joniga e'tibor qilmasdan ishlagan va faqat fundament bilan qolib ketgan. Yangi qilgan 2 xonali 1 mingga uyi ham to'liq turibdi. Sharoitlar o'sha ahvolda. Men ham har narsani olib chiqmayman, ko'rib, bilib, sharoitdan o'rganib, bizda hech qanaqa narsa aldov yo'q. Buni siz va biz yaxshi bilamiz. Shunday ekan, bu Sardorbek ukamizga yordam qilmasak bo'lmaydi. Iltimos, ehson qilishga davom etamiz. Oilaviy sharoitini ko'rib turibsiz, 3 ta bola yetim qolmasin. Mana hozir Sardorbek ukamiz ahvoli, uy sharoitlari ham qiyin, lekin uyimni remont qilib bersan, nima qilib bersan degani yo'q. Faqat sog'ligini ishlagan puliga faqat fundament qo'ygan, og'irroq bo'lib oyog'i yura olmay qolgandan keyin O'zbekistonga kelishga majbur bo'lgan, bir oydan oshgan. Hozirgi vaqtda yotibdi. 3 ta farzandi bor, aziz bizni kuzatib borayotgan yaxshi insonlar. Mana ayollari, farzandlari bilan birgalikda. Bu ayoli Saroy qishloqdagi Rahmon buvoni Feruza qizlari bo'ladi. Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz. Xo'jayinim oyoqlari og'rib qoldi, ishlamayapti, oyoqlari o'ziga bo'ysunmayapti.
iltimos opajonlar akajonlar yordam qilinglar. 3 ta bolam bor. Qo'ldan kelgancha yordam beringlar, 5 ming 10 ming bo'lsa ham. Ko'chaning boshimizga bosh bo'lsa, bolalarim yetim bo'lib qolmasin, iltimos yordam beringlar. O'g'lim ismingiz nima edi? Jasurbek. Jasurbek. Nechiga kirding? 7ga. Malades. Bu yil maktabga chiqay ekansizda, xudo xolasa. Dadangizga nima bo'ldi o'g'lim? Oyoq og'rib qoldi. Oyog'i og'rib qoldi. Dadangizni yaxshi ko'rasizmi? Qancha yaxshi ko'rasiz? Ko'p bola. Ko'p bola. Endi nima qilamiz? Dadangizni sog'aytirishimiz kerak. Akalar, opalar sizni ko'ryapti. Nima deysiz ularga? Dadamni sog'aytirib. Yordam bersinmi akalar? Akajonlar, opajonlar, dadamga yordam beringlar. Dadam sog'ayib ketsinlar. Dadamni juda ham yaxshi ko'raman. Men Sardor akamning opalari bo'laman. Iltimos, opalarim, akalarim, yurdoshlarim, safarda yurgan, musofirda yurgan akalar, opalar, hammalaridan iltimos yordam so'rayman. Shu akamni sog'ayib ketishga hissalaringizni qo'shinglar. Bizlarni qaytmasa mayli, Xudodan qaytsin. Akamni, opamni o'lgani yetadi. Kuchinglar. Buning qochishni istamaymiz. Iltimos bolalar yetim qolmasin, bolalar hali yosh. Bu hali yosh ukamam, iltimos yordam beringlar. Sizlardan o'tinib so'rayman, ozmi ko'pmi yordam beringlar. Hech kim o'z yurib turgan oyog'idan ayrilmasin. Hech kim o'z yurib turgan oyog'idan to'xtab qolmasin. Bunda mana bunday hassalar yordamga keladi. Yo kimningdir ko'magiga muhtoj bo'lib qoladi. Hech kimni ko'magiga muhtoj qilmasa, Allohim o'zidan o'ziga muhtoj aylanmasin. Biz pastga karta raqamlarini qo'yamiz. Savdorbek ukamizga qo'lda kelgancha yordam bering. Qani 2006-yildan 80-yilgacha bo'lgan Do'qchi qishlog'ini aholisi, aziz aka-ukalar, opa-singillar, ozmi ko'pmi 10 ming so'mdan bo'lsa ham Do'qchini o'zidan ortmaydi bu aytiladigan summa. Shunday ekan, bizni kuzatib borayotgan, bizni ko'rib borayotgan Sardorbekka yordam qilaman deb yurgan barcha aka-ukalar, opa-singillar ushbu karta raqamlarga qo'ldan kelgancha yordam qiling, ehson qiling. Xudo xolasa ehsonning mukofoti ehsondir. Sardordan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Xudo xolasa Sardorbek yaxshi bo'lib kelsa, yaxshi kunlarda, to'y hashamlarida xizmat qilib qaytarsin. Aynan sizlardan meni Sardorjonimga yordam beringlar. Bobomizni berdik, qizimni berdim, o'g'limni berdim, 40 yosh. Endi bunga yordam beringlar. 3 tagina farzandi bor. Iloji borsa ozma ko'pga yordam beringlar. Hurmatli o'rtoqlar, aka-ukalar, bolalarim, yordam bermasalar iloji yo'q. Besimni pardasini yirtib, endi sizlarda nodosh tilab, iltimos qilaman, katakani yordam beringlar. Bolamni olib qolaylik, sog'aytirib, operatsiyalardan yaxshi qilsin. Meni bolajonim 3 tagina farzandini huzurini ko'rsin. Doim to'y boshlar, to'ylardan chiqmasin. Sizlardan boshlaring, to'ylardan chiqmasin. Sizlarga men juda ko'p duolar qilaman. Qarashganlaringiz uchun.